Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bugungi foydali videomiz inshaalloh mana birodarlarimiz uchun manfaatli bo'ladi bu videomiz. Oxirgi paytda o'zingiz guvohi bo'lib turibsizlar. Mana ishlarimizda ancha ishchi sifati rivojlanib, yana ham ustalar o'zini ustida ishlash uchun ancha yaxshi apparatlardan, yaxshi emulsiyalardan yoki bezvozushniy apparatdan tortib, o'sha ishlatadigan instrumentlarni shpatellaridan tortib, hammasini shu yaxshi narsalardan foydalangandagina o'shanda ishini sifati yaxshilanishiga sabab bo'lyapti. O'shaning uchun biz bu borada qisman o'zimizning bilgan ilmimizni ulashish uchun shu videoni tayyorlaymiz. Bezvozushniy apparat to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bezvozushniy apparatda ishlatiladigan instrumentlardan foydalanayotganingizda ishingizning sifati yana ham yaxshi natija chiqishi uchun bu videoni tayyorlaymiz. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu videomiz ancha sizlar uchun foydali bo'ladi, ma'lumotlar. Emulsiyani tayyorlab, kalirovka jarayonida tayyorlab kelganimizdan keyin ozgina emulsiyada o'sha yaxshi aralashmaganini sababidan kalirovka jarayonida ranglarni idishni atrofida yig'ilib qolganlarini guvohi bo'lamiz. Bu narsani to'g'ridan to'g'ri ishlatib olish bu xato, chunki kalirovka jarayonida hech qachon apparat yaxshi aralashtirib bermaydi. Buni olib kelganingizdan keyin o'zingizlar bu emulsiyani avvalambor mana shunaqa mikser yordamida yaxshilab aralashtirib oladigan bo'lsanglar, o'sha tayyorlagan ranginglar bir xil bo'lib, tinib chiqib sepayotganingizda qiyinchilik bo'lmasdan o'sha kerakli effektni beradi inshaalloh. Ikkinchi ko'rsatadigan narsamiz bu o'sha tayyorlagan emulsiyalarni yaxshi setkalardan foydalanib suzib oladigan bo'lsanglar, o'sha axlatda o'tib ketmasdan sepayotganingizda o'sha saplovlarning uchiga tiqilib qolmasdan bir tekisda sepilishiga sabab bo'ladi. Bunda sizlarga ikkita mana setkani ko'rsataman. Bu setkalar bittasi mayda to'qilgan, ikkinchisi sal yirikroq to'qilgan. Bu nimaga foyda beradi? Ikkalasi nima sababdan ikki xil. Bu yirikroq to'qilgani setkani bu quyuq qatlamli emulsiyalar uchun. Ya'ni masalan budjetli variantga ishlatiladigan hayot bo'ladimi yoki betek emulsiyalari bo'ladimi? Bu emulsiyalar quyuq qatlamli melani ko'pligini hisobiga quyuqroq bo'ladi. O'shanda hisobiga mayda setkadan o'tish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun ozgina yirikroq to'qilgan setkadan foydalansanglar bu afzalroq bo'ladi. Mayda to'qilgan setka bu o'sha yaxshi sifati yaxshi bo'lgan emulsiyalardan foydalanadigan bo'lsanglar, ularga kam miqdorda suv qo'shiladi va bu qo'shilgan narsa o'sha setkadan o'tganda ham qiyinchilik tug'dirmasdan sepayotganingizda ancha qulaylik bo'ladi. Xo'p, suv to'g'risida gapirdik. O'sha emulsiyaga o'zidan miqdorida suv qo'shiladi. Ya'ni qaysidir emulsiyalar uchun sifati yaxshi emulsiyalar uchun ularga kam miqdorda suv qo'shiladi. 5% dan 10% gacha suv qo'shiladi. Quyuq qatlamli emulsiyalar uchun ularga 15% dan 20% gacha suv qo'shsa, o'shani bezvozushniy apparatda sepayotganda yaxshi effekt beradi. Buning uchun bizga mana shunaqa idishlardan, grammlab yozilgan idishlardan foydalansak, o'sha kerakli grammini o'sha emulsiyamizga qo'shadigan bo'lsak, o'shanda sepayotganimizda ancha afzalliklari bo'ladi. Yana bitta foydalanadigan narsamiz bu ko'rib turganingizdek kichkina mayda filtrlar bu bezvozushniy apparatda sepayotganda pistoletda ushlaydigan joyda ichki qismiga qo'yiladi. Bu Graco filtrlari, ya'ni bu hamma pistoletlarga ham tushib turadi. 100 mesh, 60 mesh bu Xitoy filtrlari. 100 mesh, bu yerda ham 30 mesh. Bular o'sha ya'ni 100 mesh foydalanayotganingizda bu o'sha yaxshi emulsiyalar uchun, bu 60 mesh yoki 30 mesh belgilanganlari o'sha quyuq qatlamli emulsiyalarda ishlatayotganingizda shunaqalardan foydalansanglar, o'shanda mana teshigiga tiqilib qolmasdan sepayotganingizda yaxshi effekt beradi. Bularni faqat yaxshilab yuvib tozalab turish kerak. Agar bular ichi to'lib qoladigan bo'lsa, sepayotganingizda o'sha emulsiya chiqmasdan ancha qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Inshaalloh bu videolarimiz uzun bo'lib ketmasligi uchun shu joyda to'xtatamiz. Keyingi videolarimizni agar talab bo'ladigan bo'lsa, yana kengroq qilib, yana keyingi qismida tushuntirishni olib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.